Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan yana bir bor Playzilla o'z kanali. Bugun sizlar bilan birgalikda yana Minecraft kechagi let's playimizni, ya'ni bundan oldingi videomizdagi g'orda qoluvdik, mana ko'rib turibsizlar. Shaxta o'zim yaratuvdim, shu yerda qolib ketuvdim. Endi bugun ikkinchi qismini chiqarishga qaror qildim. Sizlar aktivda portlatib yubordingiz prosta. Va nihoyat do'stlar, biz shaxtadan chiqdik. Juda uzoq vaqt ketdi. Sizlar uchun endi bilmadim qancha sekund ketganini. Hop do'stlar. Kech ham tushyapti ekan, shuning uchun uxlab olamiz. Mana sizlar uchun ataylab play days degan naqani yoqib qo'ydim. Nastroykadan bemalol. Endi o'zim ham ko'rib tursam bo'ladi. Sizlar ham ko'rsanglar bo'ladi qancha kun yashaganimni. 2 kun yashab atiga, lekin kecha bundan oldingi qo'ygan videoyimni ko'rmaganlar bo'lsa bemalol o'tib ko'rishinglar mumkin do'stlar. Birinchi videoyimiz ham juda qiziq bo'lgan. Endi bugungisi undan ham qiziq bo'ladi do'stlar. Juda ham ajoyib bo'ladi. Hop do'stlar. Demak, biz endi shunchaki portal yasashimiz kerak. Endi biz uchun portal yasash uchun bizga kerak yondirgalka. Yondirgalkani deyarli menda yondirgalka bor. Chunki menda shag'alam bor, shag'ardan bemalol topsa bo'ladi. Endi bizga kerak shunchaki obsidian. Obsidian uchun esa lava. Biz shunchaki speedrunnerlarcha portal qurib Netherga otlanamiz do'stlar. Let's go. Endi bizga Netherda kerak bo'ladi olovli tayoqcha va ender marvaridlar. Marvaridlar kanalda xalq vorsiz so'rish olardi. Endermenlar bilan hal qilish biroz xavfliroq. Ham samaradorligi baland, lekin xavfli-da. Cho'chqalar bilan hal qilish bo'lsa, xavfsizlik darajasi 100%, lekin samaradorligi juda ham past. Shuning uchun biz Enderman bilan yo'q borishga qaror qildim. Xullas karotchi. Mana temir bor ekan. 15 ta. Sog'lamiz. Okey. Nechta kerak? Galkani yasab oldik. Lekin bu yasaganim sizlarga ko'rinmabdi, chunki video pauza bo'lib qolgan edi orada. Yo'q. Video g'orga tushib ketayotganimda yengilgina pauza bo'lgan va biz shunday qilib u joylaridan olamiz. Muhimi yondirgalka yasaldi. Netherga borish 100%. Endi esa Netherda albatta ko'p bo'ladigan narsa ovqat muammosi. Bala pechkam bor edi. Mayli. Ozgina ovqat pishirib olamiz. Ozgina. Sizlar bemalol kutib turishinglar mumkin orqada. Hop do'stlar, ovqatimiz pishibdi. Endi esa ularni yig'ishtiramiz. Ovqatdan yeb olamiz. Va Netherga olg'a. Verstak esdan chiqmasin. U yerda o'rmon topmasak verstak yasash umuman xato. Shuning uchun qani ketdik, let's go. Yaxshat, joydan paydo bo'ldik do'stlar. Mayli. Endi biz qizil qal'ani istashga tushdik. Yo'y, qizil qal'ami? Qizil qal'am bu? Ye. Nima bu? Bastion. Shu yaxshilan bastion topib oldim. Bu yerda olmos aslaha bo'lishi mumkin. Davayt qidiramiz. Birinchi sandiqning ichida aytarli hech nima yo'q edi. Obsidian va kuchaytiradigandan tashqari.
va oltin bloklar ham kerak. Buni esa zombi go'shtini o'rniga va nezerit aslahalar uchun bezatlar. Hop. Oyoq kiyimni давайте menikidan yaxshiroq ekan, shunga almashtirib olamiz. Hozir sauce bit. Hop, endi qani yana startga boshlaymiz. Hop do'stlar. Va nihoyat oxirgi sandiq, eng kuchli qo'riqlanadigan xonadagi sandiq. Shu yerda hech kim yo'q, chunki men hammasini o'ldirib tashladim. Oy, mana bu yerda, mana o'ziga yarasha narsalar. 3 ta olmos, 13 ta oltin, bitta qayza va yana ichkaridan otyapmiz. Yaxshi. Hozir qayerdasan? Qal'aga ham kirib oldik va kirishimiz bilan mana nimalar kutib turibdi. Ana sen o'tay, qara. Oy, user skelet va yo'q. Men buni kiyib olaman va bu aslahamni olib qo'ysam ham bo'ladi. Buning ichida nimalar bor? Qanday? Buncha ko'p. Eflab bo'lmaydi do'stlar. Hop do'stlar, biz 6-kunimiz. Uring bilan ur. Qoch. Haromlar kelar ekan. Jon to'ldiramiz. Va bizda bo'ldi tayoqcha, 11 ta tayoqcha bo'pti, yetadi bolalar. Lekin shu yerda o'zda portalni qurib sursak ham bo'ladi. Ender ko'zlar bormi? Ender ko'zlar yo'q, qayerga ketyapman men, ey. Yerga ketyapman. Moniki yo'qmi? Oho, da hammasi kelishyapti. Endi biz bularni maydalashimiz kerak. Yana Ender ko'z 9'da bu. 12'da. Oy. Endi menga kerakli narsalar sekin ajratib olaman.
tur bilan topa ketyapti. Короче, bo'pti, quramiz endi 1 2. Katta qilib quraman mana. Yaxshi, endi biz ketishimiz mumkin. Hayır portal, hayır g'oz. Qanaqadir o'rmonzordan chiqdik lekin. Bilat. Qoch. Короче, do'stlar. Bugun shu joyda to'xtatib turamiz do'stlar. Ko'rdinglar mana Nezerda jinnisini chiqarib tashladik. Keyingi videolarimizda albatta dragonni o'ldirib, olmosli full set qilamiz o'zimizga hozircha. Faqat tepasi bor bizda olmos aslahani. Demak, sizlar bilan PlayZillows kanali bo'ldi. Vaqtingizni ayamasdan meni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Hammaga xayr, sog' bo'linglar deganlar.